Assalomu alaykum. Uy sharoitida o'zgacha va juda ham mazali kabob tayyorlashni barcha sirlarini ko'rsataman. Birinchi bo'lib go'shtimizni va dumbani videoda ko'rsatilgandek qilib kesib chiqamiz. Marinad uchun piyoz, pomidorni mayda qilib to'g'raymiz. Zira, kashnich, oregano, paprika solib yana maydalab tayyorlab olamiz. Tayyor marinadga tuz solib aralashtiramiz. Go'shtni videoda ko'rsatilgandek qilib taxlab chiqamiz. Marinadni surtib, ustidan dumani taxlaymiz. So'ng yana go'shtni taxlaymiz va ustidan marinadni surtamiz. Yana bir qavatga solinadigan qiymamizni tayyorlab olamiz. Go'sht va dumani mayda qilib to'g'raymiz. Marinadni qo'shib, bulg'or qalampiri va piyozni mayda qilib to'g'rab solamiz. Ko'katlardan kashish ham solamiz. Qiymamiz tayyor bo'lgandan so'ng go'shtni ustidan qiymamizni yaxshilab hamma yog'iga surib chiqamiz. Qiymani ustidan go'shtimizni taxlaymiz, marinadni surtib, muzlatgichga 2 soatga olib qo'yamiz. Go'sht muzlatgichga yaxshi qotgandan so'ng siqlash uchun to'rtburchak shaklda kesib chiqamiz. Xuddi shu usulda tayyorlasanglar, xudo xohlasa salada ham shunaqa chiqadi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun subscribe qilishni unutmanglar. Siqlab bo'lganimizdan so'ng go'shtimizni pishirishda hamma tomonni aylantirib, yaxshilab pishirib olamiz. Oila va do'stlar davrasida tayyorlab ko'ringlar. Juda ham mazali, sochli bo'lgani uchun sizlarga ham retseptini ilindim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, like bossangiz xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.